Endi skrining tekshiruvidan o'tishi zarur bo'lgan tekshiruvlar, ya'ni tibbiy jihozlar bilan va laborator tekshiruv qon analizidan olinadigan tekshiruv usullarini tushuntirib boraman. Birinchi trimestrda 11, 12, 13, 14 hafta davomida yaxshilab e'tibor beringlar. Birinchi ultratovush tekshiruvi, eng oddiy ultratovush tekshiruvi o'tkaziladi. Birinchi. Ikkinchi, qonning bioximik tekshiruvi qilinadi. Qonning bioximik tekshiruvida HGC degan gormonga biz yozib beramiz, tekshiramiz. Ikkinchi PAP-A degan. Mana shu HGC va PAP-Ani hozir juda ham to'liq tushuntirib beraman. Ikkinchi trimestrda, ya'ni 20-24 hafta yoki 18-22 hafta davomida ikkinchi trimestrda bunda ham birinchi oddiy ultratovush tekshiruvi, ikkinchi qonni bioximik analizi tekshiruvi. Bunda yana shu HGC, AFP degan tekshiruv usulimiz bor va erkin estriol. Mana shu APF yoki AFP va erkin estradiolni ham keyingi ma'ruzalarimizda juda ham ochiq, oydin misollar bilan keltirib tushuntirib boraman. Uchinchi trimestrda yana oddiy tekshiruv usuli ultratovush tekshiruvi, undan keyin doplerometriya o'tkaziladi va kardioexografiya. Endi ahamiyat beringlar. Uchinchi tekshiruv usuliga kelib, oddiy ultratovush tekshiruvi qolyapti. Undan oldingi HGC, PAP, AFP, erkin estradiol qonning bioximik analizlari tekshirilib bo'linyapti. Uchinchi trimestrga kelib, yana chuqurroq tekshirib borish uchun unga nima qo'shilyapti? Unga doplerometriya degan tekshiruv usulimiz hamda kardioexografiya. Mana shu doplerometriyada qon tomirlar tekshiriladi. Kardioexografiyada chaqaloqning yurak a'zosi tekshiriladi. Bular haqida yanagi mavzularimiz, keyingi mavzularimizda batafsil tushuntirishlar berib boraman. Endi yana mana shu 3 ta trimestrni qisqa qilib alohida yana bir marta tushuntirib o'taman. Birinchi trimestr 11-14 hafta davomida tekshiriladi ultratovush tekshiruvi, qonning bioximik tekshiruvi, HGC, PAP-A. Ikkinchi trimestrda oddiy ultratovush tekshiruvi va qonning bioximik tekshiruvi, HGC, AFP, erkin estriol. Uchinchi trimestrda oddiy ultratovush tekshiruvidan boshlaymiz va o'sha ultratovush tekshiruvida chuqurlashtirilgan yana qo'shimcha tekshiruvlar qilinyapti. Bunga qo'shilyapti doplerometriya va kardioexografiya. Mana shu tekshiruvlarni sekin xalq tushunadigan tilda keyingi ma'ruzalarimizda ochiq misollar bilan tushuntirib boraman.